ochiq muloqot bo'ladi. Yaxshi tashabbus bilan nomlarini ham berishdi. Shuni hech qanday shuncha qo'yish kerak. Hozir ikkita yo'l qo'ying. Shu yo'l masalasi bo'yicha Mablag'lar o'shanda yukta yo'li bizga tushdi o'sha. Ta'lim uni qo'yamiz, hamma tomonlama qilamiz. Hamma vazifasini belgilab qilamiz. elektrik energiya. O'z biznesim ochmoqchiman, chorva yo'nalishida. Shunga hozir uyda ham bor, shug'ullanamiz. Maktabimiz 1975-yil qurilgan. Bugungi kunda 280 metr tomoni zamonaviy agregatsiyalar deymiz, o'ralmagan panjara. Bu yigitda avariya bo'ldi. 40 kunlar oxirgi gadetni qoldirdi. bo'lmaydi deb qayta bormas. Aytganda borish kelish bola o'sha yerda maktabga borib keladi. Kecha o'zi masalan o'g'lim bilan ketayotganda, bu yoqdan ham moshin kelyapti, bu yoqdan ham moshin kelyapti. Manadimi? Bersa bo'ladi bu pulini. Aslida beraman. Ha, bu shu tasdiqlashga inson omillari aralashmaydi o'zi. Bolaga kiritasiz, tasdiqlab kelinadi. Sizga ariza topshirganman, beryapmiz qayerda? Hayvonlar daftar deydi. Chiqarib tashlang. O'zim gruppadaman. Oldimizga boraman, rosa kirib Organ tarmoq bo'lib chiqyapti, kelyapti. Yo'q, yo'q. 3 kishi, 3 ta xodim bor. Mayli, men